1957-yilda Eshon Boboxon Hazrat vafoti haqidagi o'sha xabarnoma SSR prezidiumining Izvestiya gazetasida bosilgan edi. Shundan so'ng ittifoqdosh respublikalarning diniy idoralaridan Afg'oniston, Malayziya, Hindiston, Xitoyning o'sha Qashg'ar hududlari kabi barcha musulmon mamlakatlaridan O'rta Osiyo va Qozog'iston diniy idorasiga umuman ta'ziya xatlari keladi. Bu xabar zudlik bilan dunyoga tarqaldi va u kishi yashagan Hazrat Imom mavzesi o'sha kuni butun shaharlardan, butun davlatdan va viloyatlardan kelgan insonlar bilan, musulmonlar bilan to'lib toshdi. Kun kech bo'ldiki, hech kim tarqalishni istamadi va mana bu jarayonlarga kelgan hindistonlik musulmonlar Hindistonning o'zidagi 20 millionlik o'sha musulmon jamoasi Hazratning o'sha g'oyibona bir janozasida o'qiganliklarini xabarini beradi. Bu islom olami uchun juda katta musibat sifatida qabul qilindi. Juda ko'plab olimlar, shoirlar o'zlarining marsiyalarini bitdilar shu kunda. Endi Eshon Boboxon Hazratning qabri Toshkentdagi qadimiy o'sha Qaffoli Shoshiy maqbarasiga qo'yildi. 1996-yilga kelib esa Shayxontohur tumanidagi o'sha Bo'ston masjidiga Eshon Boboxon nomi berildi. Bu insonning xotirasi hali hamon insonlarning qalbida chuqur o'rin olgan.